lazerli urinlar haqida gaplashamiz. Lazerli urinlarimiz deyarli ko'rinishi bir-biriga yaqin bo'ladi. Faqat sifat darajasida farq beradi. Lazerli urinlarimiz hammasida har xil naborlari bor. Ichida qaysi biridadir ikkita batareyka, qaysi biridadir bitta batareyka. Mana misol uchun Ubay lazerimizni ko'rsatadigan bo'lsak, batareykasi mana nisbatan oddiylariga qaraganda yaxshiroq bo'ladi. Buning ichida ikkita kapsula bo'lsa, buning ichida 3 ta kapsula bo'ladi. Lazerni sifat haqida gaplashadigan bo'lsak, mana shu lazerimizni ko'rinayotgan nuri uzoqlashgan sari yoyilib ketadi. Sifati past lazerli urinlarimizda. degan firmalar har xil nomliklari bor. Bularni batareykasida ham, zapkasida ham, kerak bo'lsa, keysida ham farq qiladi. Eng sifatlilari mana shular bo'ladi. Beauty bor, keyin Ubay degani bor. Agar qanaqadir qiziqarli narsalar, ustalarga kerak bo'ladigan, uy uchun kerak bo'ladigan qanaqadir jihozlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Joningiz sog' bo'lsin. Hurmatdasizlar.